Ya biz nima endi ko'rmoqchi ekan bu muzlatgich. Xolodilnik. Buni aytmadinglar va tayyorgarliksiz bo'lgani uchun mayli. Xolodilnikimiz sal bo'shroq edi. Endi nimaga ko'rmoqchimiz azizlar? To'g'risini aytaman, bitta etik do'zi o'ziga etik yo'q ekan degan bir maqol bor-ku. Ya'niki Sapojnik bez sabaka. Ha. Diyetolog o'sha dieta bilan shug'ullanadigan va hammaga to'g'ri ovqatlanishni, to'g'ri mahsulotlar tanlashni, hattoki biror bir mahsulotga qaragan vaqtda bu menga mumkinmi, mumkin emasmi, shu darajada ilm olishga targ'ib qiladigan insonni o'zini muzlatgichi qanaqa ekan degan bir ma'noda. Tadam deb aytgan. Bo'sh desa. Unchalik ko'p emas. Xullas shu, agar bilganimda to'ldirib qo'yardim hammasini qatorlatib. Zararlilardan bu yoqda faqat mana shu sariyog' bo'lsa kerak. Bu zararlimi? Yo'q, buni meni qizim sutga solib ichishni yaxshi ko'radi. Tabiiysi tugab qoldi. Uni bilasiz, ana tabiiy sariyog'ni topish uchun albatta o'sha bozorga chiqish kerak yoki qishloqdan chaqirtirardik. Tugab qolgani uchun shuni hozir foydalanmaymiz. Yogurtni rosa yaxshi ko'rishadi. Keyin sut mahsulotlarini o'zim zo'r yaxshi ko'rganim uchun olganmiz. Bu yerda mevalar. Go'sht yeymisiz sizlar? Go'shtimiz narigi xolodilnikda go'shtimiz. Va bu yerda bu yerda asosan muzlatgichda shunaqa qilib tayyorlab o'zimizga kerak mehmon agar kelib qolsa qo'yganmiz mana. Chuchvaralar bilan. Go'sht bor. Asosan o'sha nima deydi, sabzavotlar. Shunaqa yogurt mahsulotlar, sut mahsulotlari, mana bunaqa sirokchalar, mana noto'g'ri ovqatlanish aslida deyshadi, mana shirinlik mumkin emas. Yogurtlarni bolalarimizga taqiqlab qo'yamizmi deydi. Eng to'g'risi bu o'rta me'yor. Mana masalan, mana buni ko'pi zarar. Chunki bu albatta shokolad, ichida shakari bor, kaloriyasi yuqori, lekin buni farzandlarimizga me'yor tarzda bersak agar zarari yo'q. Chunki insonni o'rtacha boshqa kichkina bolachalar kunlik ratsionida 15 grammdan 20 grammgacha, katta insonniki 25 grammdan 50 grammgacha shakar bo'lsa, bu tanaga zarari yo'q. Norma demoqchi. Norma. Va shuning uchun bemalol yesa bo'ladi. Asosan bizda ko'proq ertalabki tuxum mahsulotlari, yogurtlar, shunga o'xshagan sut mahsulotlari yeyiladi.